qaytib kelganliginglardan intayin xushalman. İkinci CD plastinkasida biz muvaffaqiyatning siri to'g'risida to'xtalamiz. Biz qanday qilib hayotimizni, iqtisodimizni, ruhiy kayfiyatimizni, badanimizni o'zgartira olamiz? Sizning bu ikinci kunlik lentini anglashni boshlaganligingizdan intayin xursandman. Shundaqla bu lentini anglashni boshlaganligingizni tabriklayman. Ko'pincha odam bir kitobni qo'liga olib, necha bet o'qigandan keyin tashlab qo'ydi. Ular o'zlari erishib tegishlik narsaga erishib bo'ldim deb qaraydi. Biroq siz unda qilmadingiz. Siz yanada izlanmoqdasiz. Bu sizning tunji qadamni puxta olganligingizdan darak berdi. Bizning diqqat qilishga tegishli nuqtalarimiz endi boshlandi. Muvaffaqiyat qozonishning formulasi bor. Mag'lub bo'lishning formulasi bor. Mening demoqchi bo'lganim, muvaffaqiyat iz qoldirib qo'ydi. Muvaffaqiyat qozongan kishilar amaliyotda talaylik emas. Har doim xushal yuradigan kishilar hargizmi boshqa planetlarda tug'ilib qolganlar emas. Ular o'zlarini xushal qilish uchun qarorlik holda ma'lum bir ishlarni qilib turdi. Jismoniy jihatdan sog'lom bo'lgan, hayoti kuchli to'lgan kishilar hargizmi shunday xil tug'ilib qolmagan. Ularning shunday holatga yetishishga formulasi bo'ladi. Shunlashqa men sizning muvaffaqiyat formulasini barpo qilishingizni umid qilaman. Bu xil asosli formula sizga o'zingiz uchun muhim bo'lgan ishlarga diqqatingizni markazlashtirishga vaqt beradi. Hargizmi qarg'larcha qilishni buyurmaydi. Hargizmi sizning qarg'larcha qilishingiz orqali bir kuni ko'p pul tepib ketmaysiz. Bir kuni uyg'onib xushal bo'lib ketmaysiz. Bir kuni uyg'onsingizla bolalaringiz cho'ng bo'lib ketmaydi. Bir kuni uyg'onibla ko'nglingizdagi odamlaringizni topolmaysiz. Bir kuni uyg'onibla million pulga erishib qolmaysiz. Bir kuni uyg'onsingizla nom atiqingiz, shuhratingiz chiqib ketmaydi. Bir kuni uyg'onibla dunyodagi har qanday narsaga ega bo'la olmaysiz. Amaliyotda bu bir kuni degan usul sizni hech yerga aparmaydi xolos. Bu faqat bir shirin tush orzular. Bu bilimda sizga 6 xil bosqichni o'rgataman. Bu xil bosqichda sizda bor bo'lgan orzu armonlarni reallikka aylantiraman. Bu intayin oddiy hamda intayin qiziqarli. Biz buni qilishdan ilgari nemaning sizni uzluksiz ilgarilishingizdan to'sib qo'ydiganligini, nemaning sizning harakatingizni to'sib qo'ydiganligini bilishimiz kerak. Shunlashqa yana bir nuqtani esimizda tutishimiz kerakki, kishilarning hayot yo'li o'xshash emas. Ularning o'lchimi o'xshash emas. Shunlashqa hayot o'lchimingizni to'xtatmay o'zgartirish orqali o'xshamagan natijalarni qo'lga keltiring. Mening demoqchi bo'lganim, siz qilsam bo'ladi deganni cho'qim qilishim kerak deganga aylantiring. Balkim siz men o'riqlasam bo'ladi, jiq pul topsam bo'ladi, sog'lom yursam bo'ladi, uy setib olsam bo'ladi, mashina setib olsam bo'ladi degandek nurilgan bo'litilarni orzuyingizga pukkan bo'lishingiz mumkin. Biroq amaliyotda bo'ladi, undaq qilsam bo'ladi, mandaq bo'lsa bo'ladi deganga o'xshash bo'litilar sizga hech qilmaganlikdan darak berdi. Biroq sizning qiladigan ishingiz bo'lsa, yuqorqi ishlarni cho'qim qilishim kerakga aylantirishdir. Cho'qim qilish kerakga aylangan chaqda uni hech kim to'sib qola olmaydi. Biroq ko'pinchimiz bunday qila olmaymiz. Hamda shu xil natijaga erishadiganligimizga ishonmaymiz. Chunki bu bir cho'ng vazifa. Ko'pincha vaqtda biz natijaga emas, balki jarayonga diqqatimizni markazlashtira olamiz. Muvaffaqiyat qozongan kishilar diqqatini natijaning eng oxirgi daqiqalariga markazlashtiradi. Hech ishni boshlayolmaydigan odamlar bo'lsa, diqqatini jarayonga markazlashtirib oladi. To'g'ri, jarayonga diqqatni markazlashtirgan vaqtda shu jarayondagi to'sqinlik, jafo mushaqqatlar bizning ko'z oldimizga kelib olib, bizning olga qarab menishimizdan to'sib qo'yishi mumkin. Biroq siz natijani ko'zlagan vaqtida, shu eng oxirgi daqiqadagi shu natijalarni tasavvur qilgan vaqtingizda, shuningga erishish uchun oldingizga qarab mangan vaqtingizda bu jarayondagi qiyinchiliklar sizga hargiz putul qachon bo'la olmaydi. Men sizning bu bosqichni beshingizdan o'tkazishingizni umid qilaman. Chunki siz shunday qilgan vaqtingizda hayotingizdagi o'zgarish intayin zo'r bo'ladi. Agar siz hozir ma'lum bir ishni qilish yoki qilmaslikni qaror qilolmayotgan bo'lsangiz, sizga shunday va'da beramanki, siz bu 6 bosqichni ishlatish orqali o'zingizning nima uchun bosmaganligingizning sababini bilib qolmasdan, balki yana nima ish qilish kerakligingizni bilasiz hamda uni bugundan boshlaysiz. Esingizda uchun tuting. Agar siz o'zingizga talabni qancha yuqori qo'ysangiz, erishadiganingiz shuncha ko'p bo'ladi. Faqatla bir narsa ajoyib hayotni, ajoyib ideyani, ajoyib psixikani yaratadi. U bo'lsa-mu sog'lom, kuchtingir bo'lgan badan, sog'lom bo'lgan ro'yi holat. Bilamsiz, siz bahonizgan vaqtida ishlar qalam qolishidi. Texmi qalam qolishidi.
intayin qalamqalashib ketadi. Sizning bahoningiz barliq ishlarni qalamqalashtirib etadi. Agar siz o'zingizni o'zgartirish asli qilmasangiz, ishlaringiz yana qalamqalashadi. Agar siz bahoningizni to'xtatib qo'yib turib, yanada o'zingizning ideyasida, o'y fikrda o'zgarish asli qilmasangiz, bu ishlar barg'ansir qalamqalashib boradi. Toki bir kuni siz bardoshlik bera olmagidek holat kelguncha ashundaq nacharlashib boradi. Ondan siz o'zgarishga muhtoj bo'lasiz. Siz o'zgarishga muhtoj bo'lgan vaqtda sizda tovanliklar holatlar paydo bo'lishga boshlaydi. Birinchi holat bo'lsa, sizda intayin ko'p azob bo'ladi. Bu xil holatlar besim holati. Bu xil besim ichidagi 7 xil o'zgarish holati sizda paydo bo'lishga boshlaydi. Bu xil besimda sizda yuz bergan birinchi holat bo'lsa, sizda intayin ko'p azob bo'ladi. Siz mushkul azobning ichida nima qilishni bilmay, tingirqash intayin avjiga oladi. Ikkinchi holat bo'lsa, sizda birinchi holatdagi intayin ko'p azob tingirqash bo'lganligi tufaylidan siz buningga nisbatan harakat qo'llanishga muhtoj bo'lasiz. Uchinchi holat bo'lsa, siz harakat qo'llanganligingiz uchun uchinchi holatda siz natijaga erishasiz. To'rtinchi holatda bo'lsa, siz natijaga erishganligingiz uchun sizning azobingiz ojizlaydi. Azobingiz yengillashga boshlaydi. Beshinchi holat bo'lsa, sizning azobingiz yengillashga boshlaganlik uchun siz o'zingizning qo'zg'atish kuchingiz yo'qsiz. Chunki sizning azobingiz yengilladi. Azobingiz azaydi. Shu sababdan sizdagi qo'zg'atish kuchi mushu yengillikni ko'rgandan ojizlash qarab mangan bo'ladi. Oltinchi holat bo'lsa, siz harakat qilishni to'xtatasiz. Chunki sizning azoblaringiz asosiy jihatdan yengillashga boshlagan edi. 7-holat bo'lsa, siz 6-holatda harakat qilishni to'xtatganligingiz uchun sizda azob qayta kuchayishga boshlaydi. Shuning bilan siz 7-holatda yana 1-holatga o'tasiz. 1-holatdan yana 2-holatga, 2dan 3ga, 3dan 4ga, 4dan 5ga, 5dan 6ga, 6dan 7ga, 7ga o'tganda yana 1-holatga o'tasiz. Bu chambar shaklida aylanib mangdi. Demak, hayotimizni go'zallikka ega qilish, hayotimizda muvaffaqiyatli yashash, arzu-armonlarimizni amalga oshirish uchun biz cho'qim mushu 7 xil besim o'zgarish holatidan qutulishimiz kerak. Agar biz mushu 7 xil besim holatidan qutulolmasak, bizning hayotimiz chambar shaklida azoblarimiz yo'qolib, paydo bo'lib, yo'qolib, paydo bo'lib, yana yo'qolib, paydo bo'lib, bizning hayotimizni chambarsimon holatga elib kiradi. Demak, hayotimizni go'zallikka ega qilish uchun biz mushu 7 xil besim o'zgarish holatidan qutulishimiz kerak. Agar biz 7 xil besim holatidan qutulmagan vaqtimizda bizning hayotimiz yana shu xil azob ichida o'tadi. Shu sababdan agar siz hayotingizda qilgan ishlaringizda futuq qozanaman, muvaffaqiyat qozanaman deyotgansiz, men tuvanda deb o'tmoqchi bo'lgan 6 bosqichni beshingizdan cho'qim o'tkazishingiz kerak. Bu 6 bosqich sizning hayotingizni intayin mo'l bayashatchilikqa ega qilib qolmasdan, balki yana hayotingizni zafar darvozasiga qarab boshlab mangadi.